Agar belingizda og'riqlar kuchayib ketgan bo'lsa, adyol yoki sochig'i olib buraymiz. Bunaqa valik hosil bo'ladi. Bu valikni toz bo'g'imlarini orasiga qo'yib, boshimizdan tepaga cho'zilib, sekin oldinga qarab egilamiz. Valik qornimizni ichiga itaradi va qornimiz belimizga itaradi. Shu holatda ozgina cho'zilib, tirsaklarni qo'yib bo'shashamiz. Sekin nafas olamiz. Nafas chiqarib, kindigimizni ichimizga tortamiz. Yana nafas olamiz. Yana nafas chiqarib, kindigimizni ichimizga tortamiz. Shu holatda cho'zilib, belimizni cho'zib, ozgina bo'shashib, 5-10 daqiqa qolsak bo'ladi. Keyingi holat, sekin ko'tarilamiz. Tizzaga turib, oyoqlarni, boldirlarni o'ng tomonga olib, yon boshlab tirsakka suyanib, orqamizga yotamiz. Oyoqlarimizni toz bo'g'imlari kengligida qo'yib, qo'llarimizni kaftlarini oldi sonimizga toz bo'g'imlariga yaqin joyga joylashtiramiz. Sekin sonlarimizni itarib, ozgina butun umurtqani cho'zamiz. Boshimizning uchi bilan tepaga cho'zilamiz. Qo'llarimizdan oldi sonlarimizni itarib, toz chanog'ini o'zimizga tortib, sekin belimizni cho'zishga harakat qilamiz. Shu holatda chuqur nafas olib, chuqur nafas chiqarib, yana cho'zib, kindigimizni ichimizga tortamiz. Qo'llarimizni bo'shashtirib, o'ng oyog'imizni ko'taramiz. O'ng oyog'imizni tovonidan qo'limiz bilan ushlab, tovonimiz tizzani tepasida, sekin tizzani pastga tortamiz. Chap qo'limiz bilan yana sonimizni itarib, sekin umurtqani cho'zamiz. Qo'limizni bo'shashtirib, endi chap oyog'imizni tovonidan ushlab, tovonimiz tizzani ustida, sekin tizzani yerga tortamiz. O'ng qo'limiz bilan sonimizni ozgina itarib, yana umurtqani cho'zamiz. Qo'limizni bo'shashtirib, tizzalarimizni ko'krakka tortib, shu holatda bo'shashamiz.